Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi bemorimiz 63-yil. Bemorimizda 11 va 12 umurtqa oralig'ida ko'krak qafasda mana shunaqa stenoz rivojlangan, ya'ni mana orqa miya tushayotgan paytda shu joyda qisilib qolgan. Mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. Bu normada shunaqa orqa miyamiz ko'rinadi. Pastga qisilgan joyga olib tushsak, shunaqa holatda ko'rinib turibdi. Ya'ni orqa miyamiz juda qisilib, juda qiynalib o'tyapti. Bemorimiz yurishga qiynalib qolgan. Qadamlarini ko'rsangiz juda qiyin va sudrab yurgandek bo'ladi oyoqlarini. Hozir mana shu endoskop lazer orqali xudo xolasa olib beramiz shu stenozni. Kengaytirib beramiz yo'llarini. Keyin bemorimizda impulslar yaxshilanadi va keyinchalik bu narsa asta-sekin tiklanadi. Ya'ni bu effekt srazu bo'lmaydi, lekin xudo xolasa 1 yil ichida tiklanib zo'r bo'lib ketadi.